Bu sovuqda hovli ishlarini ayollarimizga qildirmay o'zimizga qilsak ham ularga foydamiz tegardi, ham ayollarimizning sog'lig'ini o'ylagan bo'lardik. Bugun ayolimga yordam bo'lsin deb uyda qolib hovlilarni yuvib chiqdim. Sovuq o'tib ketdimikan, yo menga ko'z tegdimikan, darrov shamollab qoldi. Keyin bilsam, ayollarning immuniteti erkaklarnikidan ancha baquvvatroq bo'lar ekan. Shunaqa ekan, bemalol ayollarni o'ziga yuklab yuboringlar bunaqa ishlarni. Agar videoni shu joyigacha ko'rmay, eringlarga videoni tashlab yuborgan bo'lsanglar, meni kechirasizlar opajonlar. Xullas, shamollash kuchli boshlandi. Uyda yaxshi ham onam doktorlar, lekin hozir safardalar afsuski. Meni holimdan xabar oladigan faqat MyCare ilovasi bor. Bu ilovani App Store yoki Play Marketdan bepulga skachat qilib olsanglar bo'ladi. Ro'yxatdan ham o'tib oldim. Ilovaga kirib hamshira xizmatini tanladim. Menga eng yoqqan tomoni ayol yoki erkak hamshira kelishini o'zingiz tanlayotgansiz. Bilmasdan ayol hamshirani bosib yuborimman-da. Yaxshi ham Shahrizoda uyga ketgan, bo'lmasa janjal bo'lardi. Keyin bo'lsa kerakli ma'lumotlarni kiritib chiqdim va ilova menga eng yaqin bo'lgan hamshirani tezda topib berdi. Qisqa vaqt ichida hamshira kelib ukol qilib ketdi. Hamshira va doktorlari davlat ro'yxatidan o'tgan malakali mutaxassislar ekan. Undan tashqari bu ilovada enaga, bolalar hamshirasi va bolalar massajistkalari ham bor ekan. Toshkentni xohlagan nuqtasidan turib chaqiruvar ekansiz. Zo'r qulay narsa o'ylashibdi. Endi bu videoni shamollagan yaqin insoningizga tashlab, "Men seni o'ylamasam kim ham o'ylardi boshqa" deb qo'ysangiz, xursand bo'lib ketadi.